Menga telefon qilayotgan mijozlarimizni diqqatiga mana shu videoni ololmazlar. Oke, o'zingiz nimani tavsiya qilasiz? Qaysinisi baquvvat deyshadi? Bugun kelgan model eng yangi model hamda eng baquvvat baggi mashinamiz ham adashmagan bo'laman. 70 kilogacha bemalol yuk ola oladi. Boshqa modellarda yo'q xususiyati amortizatori железный qilib ishlangan hamda motori balonni ichiga joylangan bo'ladi. Buni nimasi plyus? Amortizator железныйлigi sizlarga ko'p yillar davomida uzoq yillar xizmat qiladi. Motor balonning ichida joylashgani sababi suv teganda uncha kuyib qolmaydi hamda ovozi anchagina past chiqadi. Sizlarga uzoq yillar sifatli xizmat qiladi. Xuddi shunaqa железный amortizator bu tomonda ham qo'yilgan bo'ladi. Hamda buni bu joyda yo'lni tekis-notekisligiga moslab olsanglar ham bo'ladi. Monitori ham mavjud. Multfilmda xilma-xil muzikalar qo'yib bersanglar bo'ladi. Ham gaz pedallar, ham pultdan masofadan boshqarishlar ham mumkin. Oldi fari o'chib yonadi, eshiklar ochilib yopiladi. 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan modelimiz. Summasi keladigan bo'lsa 2 million 700 ming so'm, dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Mana shu modelni sotib olsanglar, xudo xolasa, sifatiga biz uyalib qolmaymiz.